Lekşimiz davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugün çizsak 2022 ayının 5. günü. Endiki mavzamında vatandaş. Sabah Devlet Şirkatı Mike Pompeo, Amerika Tayvan erken egelik hukukluk devlet deb itiraf qilishi kerak deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3. ayning 3. kuni Nevtok to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Sobiq Davlat Shirkati Mike Pompeo bugün 4. günü. Şu 3. günü 4. günüge çizladi bir çatak var vatandaşım. Nima deseniz o Tayvandaki vakit şarq vakti. Bu yanda g'arb vakti. Bu yanda bir kechidigidek farqlanadi. Şunu bu yanda 3. günü degeni bu yanda 4. günü yoki bu yanda 3. günü degeni bu yanda 4. günü mushta bo'lib ketdi ekan. Shuni bilishlarcha vatandoshlarimiz men aytib qo'ydim. 4. günü tushdim biron Tayvan Tayvan Junyu mehmonxonasida nutq so'zildi. Tayvanning ko'zni chaqnatadigan erkinligi, demokratiyasini maqtadi va mundaq ko'rsatdi. Tayvan gerçi odatdagi fuqaro bo'lsa-mu, Tayvan degan xalqaro jamiyatning odatdagi fuqarosi bo'lsa-mu dedi. Sobiq davlat ishloqati Mike Pompeo ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika hukumati 50 yildan beri yo'lga qo'yib kelgan mujmal siyosatni o'zgartib, darhol balki zaruriy tadbirlarni intayin tez yo'lga qo'yib, to'g'ri ish qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari Mingo erken egelik huquqliq davlat ekanligini e'tirof qilish kerak. Bu Tayvanning mustaqil bo'lishiga berib chaqilmaydi. Balki allaqachon mavjud bo'lib turgan faktni e'tirof qilish deganlikdir. Sobiq davlat ishloqati Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungoning tahdidi oldida Tayvanning hushyorligini saqlab turganligini ko'rdim. Tayvan xalqining, yani Jungoning cho'nqur qatlamlarga ishonmaydiganligini, dunyoga ilhom elib kelganligini ko'rdim. Shunlashqa men ta'kidlaymanki, Jungo Kompartiyasi bilan muomala qilganda ehtiyot qilish va tekshirish kerak muomala jarayonini. Tayvan xalqining bu tarafdoriga ishonishi kerak va menda shundoq hissiyot bor. O mundaq qildi. Tayvan bugun odatdagi fuqaro, ya'ni yer sharining fuqarosi bo'lsa-mu, 50 yildan beriki mujmal siyosatni Amerika o'zgartirishi zarur. Bu ish Amerikaning Tayvandagi Mingo'ni e'tirof qilishiga munosabatlik. Amerika bir tarafdan Junhua Xalq Jamhuriyati bilan egilik huquqliq davlat shaklida aloqa munosabatda bo'lishi lozim. Endi bu yerga kirganda keyin deyli. Egilik huquqliq davlat shaklida aloqa munosabatda bo'lishi lozim. Yani bir tarafdan Amerika Tayvandagi 23 milyon xalqning saylam orqali saylab bergan hukumatini e'tirof qilishi kerak. Beparvolik qilishga bo'lmaydi. Ikkinchi darajalik ishda bu ishdan qochishga bo'lmaydi. Sobiq davlat ishloqati Mike Pompeo to'g'ri mundaq ko'rsatdi. 23 milyon Tayvan xalqi saylam orqali saylab bergan hukumatini e'tirof qilish kerak. Saylab bergan bugun hukumat kim? Minjindang. Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining hukumati. Sobiq davlat ishloqati Mike Pompeo to'g'ri mundaq ko'rsatdi. Amerika darhol intayin zarur tadbir qo'llanib, to'g'ri va aniq harakat qilishi kerak. Amerika Mingo'ning Tayvanda erken
egilik huquqliq davlat ekanligini e'tirof qilish lozim. Bu ish Tayvanning kelgisi mustaqilligiga berib chetilmaydi. Mushu gapni esinglar saqlangda bu ayrim tahlil qilamiz bu vatandoshlar. Egilik huquqliq davlat ekanligini e'tirof qilish lozim Junhua Mingo'ning, lekin bu ish Tayvanning mustaqilligi degan masalaga berib chetilmaydi. Chetilmaydi, balki allaqachon mavjud bo'lib turgan bir paketni e'tirof qilish deganlikdir. Sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Tayvan xalqi dunyoda erkin, demokratik egilik huquqliq davlat deb qadrlashga arziydi. Tayvan Osiyoda eng aktiv demokratik siyosat gavdasidir. Hamda bugun demokratizm bilan mustabidizmning elishish oldingi safda turgan davlatdir. Elishida oldingi safda turgan davlatdir. Erkinlik, demokratiya daqiq mavjud bo'lib turadi ekan, Amerikaning Tayvanni qo'llaydiganligiga ishoninglar. Bu qo'llash Tayvan xalqi va Amerika xalqi o'xshashda, muhim ishda.